Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam İmam Buxoriy va Imom Muslim qilgan rivoyatlarida innaka taqdimu ala qawmin min ahlil kitab, ya'ni Muoz ibn Jabal raziyallohu anhuni Yamanga jo'natgan paytida aytadilar. Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidulloha ta'ala fa idza arafu zalik fa akhbirhum anna Alloha farada alayhim khamsa salawatin fi yawmihim va laylatihim. Muoz ibn Jabalni Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam Yaman ahliga jo'natgan paytlarida, ya'ni Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu qilgan rivoyatdan, Imom Buxoriy va Imom Muslimning rivoyatlaridan Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam Muoz radhiyallohu anhuga aytdilarki, sen bir ahli kitoblardan bo'lgan bir qavmga borasan, hech bir islomdan xabar yo'q kishilarga Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam Muoz radhiyallohu anhuni jo'natdilar. Ular dindan xabar yo'q edi, ahli kitoblardan edi. Ana shu odamlarga borib, ularni Allohni yolg'iz deyishlikka chaqirsan dedilar. Ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, ana shu kalimani aytishlikka chaqirsan dedilar. Agar ular la ilaha illallohni aytib Allohning birligini tanib tan olsalar, sen ularga Alloh bir kecha va kunduzda 5 vaqt namozni farz qilganligini aytasan dedilar. Demak, la ilaha illalloh kalimasidan keyin bajariladigan amal namoz amali bo'ladi. Namoz odamni, ya'ni musulmon kishining meroji hisoblanadi. Allohga olib chiqadigan amal hisoblanadi. Namoz, Alloh aytdiki, men farz bo'lgan eng yaxshi ko'rgan amalni farz amal qilib bandalarimga belgiladim deydi. Bandam nafl ibodatda doim bo'laveradi, hattoki men uni yuradigan oyog'i, ushlaydigan qo'li bo'laman dedilar. Duo qilsa duosini ijobat qilaman dedilar. Demak, insonni duosi ijobat bo'lishligi uchun u doim Allohga nafl ibodatlarni ko'p qilishligi kerak. Ammo farz ibodatini Alloh eng yaxshi ko'rgan ibodatlardan deb bildi. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam Anas radhiyallohu anhudan qilingan rivoyatda Miroj kechasida aytadilarki, Furzat alan nabiy sallallohu alayhi vasallam laylatan usra bihi as-salawatul 50. As-salatu 50. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga kechasida sayr qildirilib osmonga ko'tarilgan paytlarida 50 vaqt namoz farz qilindi. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam 50 vaqt namozni farz qilganligini ko'rib, jannatni nihoyatda go'zal ekanligini ko'rib, do'zaxni nihoyatda xunuk ekanligini bilib, xursand bo'lib qaytdilar. 50 vaqt namoz hech narsa emas dedilar. Buni evaziga jannat beriladigan bo'lsa, boqiy jannat juda ham go'zal joy. Shunda yo'lda Musa alayhisalom bilan duch bo'lib qoladi. Musa alayhisalom, Robbingiz sizga nimani farz qildi dedilar. 50 vaqt namozni farz qildilar desalar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, men Bani Isroilni tajribadan o'tkazganman. Qila olmaydi 50 farz. Borib yengillating dedilar. Borib, ey Parvardigor, ummatim qila olmas ekan, yengillatgin desalar, 5 vaqtni yengillatadi Alloh. 45 vaqt qiladi. Xursand bo'lib qaytib keladilar. Musa alayhisalomga duchor bo'ladilar. Yana qaytaradilar. Alloh bilan Musa alayhisalom o'rtasida yuraverdim dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Hattoki 5 vaqtga tushdi. 5 vaqt qoldi. Mana bugungi 5 vaqt namozimiz. Biz shuni ham ko'p ko'ramiz. 3 vaqt bo'lsa bo'lmaymikan yoki 2 vaqt bo'lsa bo'lmaymikan degan xulosaga keladi odam. Shayton shunaqa fikrlarga olib keladi. 50 vaqtdan 5 vaqtga qisqartirdi. Shunda Musa alayhisalom, yo'q, Allohga bor. Men Bani Isroilni tajribadan o'tkazganman, qila olmaydi deganlarida Allohga borishga uyalib qoladilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Yo'q, endi men Robbimdan uyalaman dedilar. 50 vaqt namoz diyor, 5 vaqtga tushir diyor.
Hatta julat khamsan, hattoki 5 vaqtga tushirildi namoz. Summa nudiya ya Muhammad innahu la yubaddalu al-qawlu ladayya wa inna laka bihadhihi al-khams 50. Keyin nido qilindiki, ey Muhammad dedi Alloh sallallohu alayhi vasallam, meni huzurimda hech qanday gap o'zgartirilmaydi dedi. Ya'ni Allohning huzurida 5 vaqt namoz bandalariga bitilgan edi. Bo'ldi, meni vaqtim huzurimda hech narsa o'zgartirilmaydi. Va sen uchun mana shu 5 vaqt namozing 50 vaqt namoz o'rniga o'tadi dedilar. Demak biz 5 vaqt namozni o'qiramiz. Har bir namozga 10 barobar ajr mukofot berilib 50 vaqt namozga o'tar ekan bu. Biz hozir Allohning huzurida 50 vaqt bo'ladigan namozni ado qilyapmiz. Biz hozir ozmuncha narsani ado qilmayapmiz. Shuning uchun namozda mustahkam bo'laylik. Namozni Alloh buyurgandek ado qilishga harakat qilaylik. Namozni Alloh buyurgandek ado qilishni avval o'rganaylik. O'rganib keyin bu amalga kirishaylik. 50 vaqt namoz u hazil emas edi. Alloh haqlik edi 50 vaqt qilishga. Chunki biz Allohning qulimiz. Allohning bandasimiz. Alloh agar 50 vaqt emas, 100 vaqt deganda ham qilishga majbur edik. To'g'ri, ko'p vaqt namozlar qazo bo'lib qolishi mumkin edi. Qazo qilmaysan desa ham haqqi bor edi. Chunki u Robbimiz. Agar jannatni ivaz qilmasa ham biz 100 mahal namozni bo'ynimizga qo'yganda ham hech narsa deya olmasdik. Alloh taolo bandalarning toqatiga qaraydi.